Aziz va go'zal opa-jonlarimiz, bizlarni kuzatadigan latofatli onajonlar, xolajonlar, juda ko'pchiliginglar kutuvdinglar Sumayyadan yangi qanaqa ko'ylaklar tikiladi. Sumayya deydigan shunaqa asal yumshoqqina materialdan opajonlar sizlar uchun shunaqa neazlichli ko'ylaklar tikib ko'ryapsizlar. Hamma yo'llar toshli, oldilari gipyurli asal ko'ylak, ketdik rasvetkalarni yaqinroqdan ko'rsatamiz. Ko'ryapsizlar mana rasvetkani, fasollarni, mamlakatlari Swarovski tosh, mana oldilari shunaqa gipyurlar bilan va Swarovski toshlar bilan va mana bunaqa pirpirlar bilan bezatilgan. Narxi 300 ming so'm edi, hozir skitkada 250 ming so'mdan beryapmiz. Razmerlari to'la to'kis 50 dan 60 gacha bemalol keladi. Rasvetkalarni ko'ryapsizlar, hozirgi eng chiroyli mayda gulli Sumayya rasvetkalar. Hammaga yarashib ketaveradigan skromniy rasvetkalarda